Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun Buxoro bilan Termizdan uchadigan reyslarni tanishtirib o'taman. Ungacha sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Kimga qaysi reys, qaysi yo'nalish qiziqtirsa, kommentariyaga yozib ketsalaring, обязательно keyingi video shu yozgan kommentariyalaring bo'yicha bo'ladi. Xo'p, Buxorodan Vnukovaga uchadigan reys 3 vaqtda 5:25 da uchadi. 7:35 ga Vnukovo vaqti bilan borib qo'nadi. 3.200.000 bagajlisi, 3 million bez bagaji chiqadi. Keyingisi Buxorodan Piterga bo'ladi. 3 vaqtda 18:35 da samolyot uchadi. 21:45 da Piter vaqti bilan borib qo'nadi. 3.600.000 bagajlisi, 3.400.000 bez bagaji chiqadi. Xo'p, keyingisi Buxorodan Istanbulga uchadigan reys bo'ladi. 3 vaqtda 9:45 da uchadi. 12:25 ga Istanbul vaqti bilan borib qo'nadi. Buni bagajli bez vazratli tarifi 3.300.000 chiqadi. Bez vazratli tarifi 3.800.000 chiqadi. Keyingisi Termizdan Vnukovaga bo'ladigan reys bor. Xo'p, 3 vaqt 12:10 da samolyot uchadi. Xo'p, 14:55 ga Vnukovo vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi 3.300.000, bez bagaji 3.100.000 chiqadi. Keyingisi Termizdan Piterga uchadigan reys bo'ladi. 3 vaqtda 16:20 da uchadi. 19:40 ga Piter vaqti bilan borib qo'nadi. 3.700.000 bagajlisi, 3.500.000 bez bagaji chiqadi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Biletlar 100% ishonchli, 10 yillik tajriba bilan ishlayapmiz. Xo'p, manzil Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Ekranda nomerlar aloqaga chiqaverasizlar, постоянно ishlab turadi. WhatsApp, Telegram bor, 24 soat onlayn bo'ladi. Sizlar masofa uzoq bo'lsa, через Telegram, через WhatsApp pasport jo'natsalaring, elektron qilib yozib beraveramiz.